Demak, yana bir yangilik, buni e'lon qilib duo qilib qo'yamiz. Muftiy hazratlari Shayx Nuriddin Xoliqnazar 2026-yil 5-yanvar kuni Saudiya Arabistoni podshohi Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud nomidagi Hadis Sharif Akademiyasi ilmiy kengashiga a'zo bo'ldilar. Bu hammamizga muborak bo'lsin. Va bunaqa kengashlar bu 6-chisi. Undan oldin muftiy hazratlar qator bir xalqaro anjumanlarga, shu jumladan mana bu Abu Dabidagi xalqaro tashkilotni bir a'zosi bo'lgandilar. Undan keyin yana xalqaro musulmon ulamolari kengashi a'zosi bo'ldilar. Qatarda musulmon donishmandlar kengashi a'zosiga qabul qilinganlar. Shu bilan birga Islomiy fiqh akademiyasini a'zosi bo'lib tayinlanganlar. Saudiya Arabistonida 2024-yil Islom olami uyushmasi a'zosiga tayinlanganlar. Xuddi shunaqa mana bugun yana hadis yo'nalishidagi katta bir xalqaro anjumanning akademiyasining a'zosi bo'ldilar. Bu muftiy hazratlarga berilgan unvon, maqom, e'tirof O'zbekiston musulmonlariga berilgan e'tirof. Shuning uchun hammamizga muborak bo'lsin. Alloh taolo mana shu xayriyotlarni bardavom aylasin. Yurtimizdagi shon va shavkat, ayniqsa diniy ma'rifiy sohada olib borilayotgan islohotlarimiz ham butun dunyo mo'min musulmonlariga namuna, dastur bo'lmog'ini Alloh o'zi muyassar aylasin. Zero bizning yurtimiz aytganimizdek ulamolar yurti, muhaddislar yurti, mufassirlar yurti, aziz avliyolar yurti. Alloh bardavom aylasin. Va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim.